Assalomu alaykum. Azizlar, o'tmish futbolga atalgan loyihamizning navbatdagi sonida siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Futbol tarixi qiziqarli voqealar, g'ayritabiiy holatlar, sensatsiyalar, kutilmagan natijalarga boy. Bugun, hozir 2025-yildan turib gapiradigan bo'lsak, dunyo futbol muxlislari nimaga guvoh bo'lmadi? Ajoyib kambeklar, outsiderlardan chempionlik, yulduzlarning kechirilmas xatolari, tarixga tilla harflarda yozilgan finallar va hokazo va hokazo. Bugungi sonimizda biz futbol tarixida hamon noyob, unikal voqea deb sanalib kelinayotgan butun boshli turnir haqida gaplashamiz. Buning uchun 1992-yilga qaytamiz. O'sha yili dunyoda esda qolarli nima voqealar ro'y bergan edi? 1992-yilni Birlashgan Millatlar Tashkiloti koinot yili deb e'lon qiladi. AQShda rejissyor Mick Jackson suratga olgan Kevin Costner va Whitney Houston bosh rollarida qatnashgan Bodyguard filmi dunyo yuzini ko'radi. Bizda uni turli manbalarda xos soqchi yoki tan soqchi deb o'girishgan. Va eng yaxshi qo'shiq nominatsiyasida Oscar mukofotini qo'lga kiritadi. Whitney Houston ijro etgan I Will Always Love You super hiti bir qator mamlakatlarda eng yaxshi sotilgan singlga aylanadi. Barselonada yozgi Olimpiada o'yinlari bo'lib o'tadi. Unda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarining birlashgan jamoasida qatnashgan o'zbekistonlik Oksana Chusayevna oltin medalni qo'lga kiritadi. Meksikaliklar suratga olgan bosh rolni Veronika Castro ijro etgan Boylar ham yig'laydi seriali bir necha oy davomida millionlab tomoshabinlar, shu jumladan o'zbekistonliklarni ham ekranlarga mixlab qo'yadi. Mustaqil O'zbekiston mart oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi bo'ladi. Dekabrda mamlakatimizda konstitutsiya va davlat madhiyasi qabul qilinadi. Futbol olamida O'zbekistonning birinchi milliy chempionati bir yo'li ikkita jamoa, Toshkentning Paxtakor va Farg'onaning Neftchi jamoalari chempion deb e'lon qilinadi. Paxtakorchi Valeriy Kichin mamlakatimizda yil futbolchisi deb tan olinadi. Ispaniyaning Barselona klubi ilk marta Chempionlar kubogini qo'lga kiritadi. Niderlandiyalik hujumchi Marco van Basten yil oxirida oltin to'pga sazovor bo'ladi. 1992-yilgi oltin to'p ko'plab bahs va munozaralarga sabab bo'ladi. Ular haqida loyihalarimizdan birida yana bafurja gaplashamiz. O'sha yilning iyun oyida Shvetsiyada Yevropa chempionati bo'lib o'tadi. Bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lgan voqea ana shu musobaqa va uning atrofidagi voqealar haqida bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishni o'rinli deb bilgan bo'lardim. Euro 92 haqida suhbat qurish bir tarafdan zavqli bo'lsa-da, ikkinchi tomondan unda biroz qayg'uli va g'amgin jihatlar ham bor. Hikoyamizni bir chekkadan boshlaymiz. 1992-yilning yozida Shvetsiyada 9-Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. So'nggi marotaba 8 ta terma jamoa ishtirokida o'tgan bu musobaqa avvalgilardan tubdan farq qilmasligi, oldindan kutilganidek Yevropaning birorta grand terma jamoasi g'alabasi bilan yakunlanishi ham mumkin edi. Mumkin edi-yu, lekin buning aksi bo'lib chiqdi. Buning sababchisi esa chempionatga ketayotgan poyezdga so'nggi palladagina chiqib olgan Daniya terma jamoasi bo'ldi. Hammasi kutilmagan qarordan boshlandi. Yevropa saralash musobaqasining 4-guruhida Yugoslaviya termasi g'olib chiqqan edi. Daniyaliklar esa 1 ochko farq bilan 2-o'rinda qolishgandi. Lekin UEFA Yugoslaviyada ro'y berayotgan urush tufayli Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu davlatga qo'ygan siyosiy sanksiyalarga asoslanib, Yevropa chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda qaror chiqardi. Yugoslaviya terma jamoasi Yevropa chempionatida qatnashdan chetlatilsin. Uning o'rniga esa Daniya terma jamoasi musobaqada ishtirok etsin. Tamom va salom. Qaror qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Bu mahalda Daniya termasi futbolchilarining deyarli barchasi dam olish uchun kurortlarga sochilib ketgandi. Terma jamoa murabbiyi Elitor yoshli Richard Müller Nilsenga Milliy futbol federatsiyasidan qo'ng'iroq qilib shu xabarni yetkazishganda, u uyda oshxonasini bamayli xotir ta'mirlayotgan edi. Har qalay Euro 92 haqida xabarni daniyaliklar trener shu holatda eshitgan va dastlab bunga ishonmagan deb gapiriladi. Shu o'rinda 90-yillar boshlaridagi Yugoslaviya futboli haqida gapirmasdan iloji yo'q. Bu yerda futbol ancha rivojlangan, ko'plab jahon darajasidagi iste'dodlar to'p surgan, xalqaro maydonlarda tarixiy natijalarga ham erishilgan edi. Dragan Stojkovic, Robert Prasinichki, Robert Yarni, Darko Panchev, Davor Shuker kabi nomlar dunyoga tanilib bo'lgandi. 1990-yilda Italiyada o'tgan jahon chempionatida yugoslavlar chorak finalgacha yetib borishdi. Maradona yetakchiligidagi Argentina termasiga faqat penaltilar seriyasidagina mag'lub bo'lishdi. 1991-yilda esa mahalliy futbolchilardan tarkib topgan Crvena Zvezda jamoasi Yevropa Chempionlar kubogini qo'lga kiritgan edi. Bu natijalar so'zsiz o'sha davrdagi Yugoslaviya futbolining salohiyati va kuchidan dalolat berardi.
Lekin 92-yilda voqealar jarayoni boshqacha ketdi. Musobaqaning ehtimoliy favoritlaridan biri turnirdan chetda qoldi. Euro 92 mavzusiga qaytamiz. Demak, Daniya treneri Müller Nilsson zudlik bilan terma jamoa a'zolarini jamlashga kirishdi. Futbolchilarni musobaqaga tayyorlash haqida esa gap bo'lishi ham mumkin emasdi. Bunga vaqt ham yo'q edi. Yevropa chempionati sovrinli o'rinlardan birini egallashiga daniyaliklarning o'zlari ham ishonishmasdi. Musobaqada yaqqol favorit bu yosh va iqtidorli sanalgan murabbiy, yaqin o'tmishda dunyo yulduzi bo'lgan Michel Platini boshchiligidagi Fransiya termasi edi. Saralash bosqichida 8 ta o'yinda 8 ta g'alaba. To'plar nisbati 20 ga 3. Bo'lajak sovrindorlar qatorida 4 yil avvalgi tarkib o'zagini saqlab qolgan niderlandiyaliklar, har galgidek nemislar, oxirgi jahon chempionati yarim finalgacha yetib borgan inglizlar nomi tilga olinardi. Shu o'rinda Daniya futboli haqida ham ikki og'iz so'z. Bu yurt futbolchilari 90-yillargacha ham xoh Yevropa maydonlarida bo'lsin, xoh jahon chempionatida bo'lsin, o'zini namoyon etishga ulgurishgan edi. Daniyalik hujumchi Alan Simonson 1977-yilda 6 to'pga sazovor bo'ladi. Euro 84da daniyaliklarning yangi avlodi porlab chiqadi. Mikael Laudrup, Preben Elkjær Larsen, Jesper Olsen kabi iqtidorlarni jamlagan terma jamoa yarim finalgacha yetib boradi va faqat penaltilar seriyasidagi Ispaniyaga mag'lub bo'ladi. Katta yoshli muxlislar yaxshi eslatsa kerak. Maradonani jahon futbolining yangi qiroliga aylantirgan Meksika 86 mundialida daniyaliklar yorqin o'yin ko'rsatishgan edi. Jamoa tezkor, hujumkor o'yini uchun Daniya dinamiti degan nomni olgan edi. Jamoaning super yulduzi Mikael Laudrup 1992-yilgi Yevropa chempionatiga bormaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u bilan jamoa treneri o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan. Boshqa versiyalarga ko'ra esa futbolchi Yevroda Daniya biron bir tayin natija ko'rsatishiga ishonmagan va jamoaga qo'shilishdan bosh tortgan. Mikael Laudrup keyinchalik shu murabbiy boshchiligidagi terma jamoada o'ynaydi. Hatto 1995-yilda Daniya milliy termasi bilan Konfederatsiyalar Kubogida g'olib chiqadi. Demak, Euro 92 daniyaliklar chempionat hech qanday sensatsiyasiz boshlashdi. Angliya bilan 0-0 hisobidagi durang, Shvetsiya termasidan 1-0 hisobidagi mag'lubiyat va bu yog'iga uyga ketishga tayyorlanaversa ham bo'ladi. 3-turda ularni Fransiya termasi kutib turardi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, fransuzlar musobaqada favorit edi. Guruhdagi vaziyat esa daniyaliklarni keyingi bosqichga chiqishi uchun faqat g'alaba qozonishini taqozo etardi. Yo'qotadigan hech narsa yo'q edi va Daniya dinamiti shu yerda chin ma'noda portladi. Fransiya bilan o'yin ularning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Tajribali Brian Laudrup, bu yerda aytish lozim, u paytlarda manbalarda futbolchini Brian Laudrup deyishardi. Aslida daniyaliklar tilida uning ismi Brian deyiladi. U jamoa o'yinida misoli dirijor edi. Fleming Poulsen, Jon Jensen, Henrik Larsson kabi futbolchilar g'alaba kalitini raqib darvozasi tomonda izlardilar. Tezkor hujumlardan birida Henrik Larssonga darvozaning yuqori burchagiga to'pni kuchli zarba bilan yo'llab hisobni ochdi. Goldan ruhlangan daniyaliklar raqiblariga nisbatan butun maydon bo'ylab pressing qo'llay boshlashdi. Tajribali Jean-Pierre Papinga to'p umuman yetib kelmasdi. Erik Cantona'ni esa izmiz ta'qib qilardilar. Baribir tajriba o'z so'zini aytdi. 61-daqiqada fransuzlarning qarshi hujumlaridan birida o'ng qanotdan uzatilgan to'pni Cantona Papinga mohirona tashlab berdi. U esa darvozaning olis burchagini aniq nishonga oldi. 1-1. Bu hisob Daniya termasi aslo qoniqtirmasdi. Yana hujumga o'tildi. 78-daqiqada fransuz futbolchisi chap qanotda to'pni oldirib qo'ydi va daniyaliklar ko'pchilik bo'lib oldinga tashlashdi. Qanotdan uzatilgan to'pni taqibsiz qolgan Lars Elstrup astagina darvozaga yo'llab qo'ydi. 2-1. Daniya terma jamoasi yarim finalga chiqdi. Daniyaliklar uchun yarim finalga yo'l ochib bergan Elstrup urgan golidan 10 daqiqa oldin maydonga tushgan. Aslida yarim himoyachi Kil Wilford o'rnida qolganida u umuman o'ynamaslik ham mumkin edi. O'sha chempionat paytida barchaning e'tibori Wilfordga qaratilgan edi. Daniyada uning Lin ismli qizchasi oqqon kasalligi, leykemiyaga chalinib og'ir ahvolda yotgan edi. Fransiya bilan o'yindan oldin qizchaning ahvoli yana og'irlashdi va Wilford vataniga ketishga majbur bo'ldi. Shu sababli uning tarkibdagi o'rni bo'shadi. Uning joyida Henrik Larsson boshlang'ich tarkibda maydonga tushdi. Elstrup esa zaxiradan tarkibga qo'shilishga imkoniyat paydo bo'lgandi. Garchi qizchasi ahvol yaxshilanmagan bo'lsa-da, Kim Wilford Niderlandiya terma jamoasiga qarshi yarim final o'yiniga yana qaytib keldi. Henrik Larsson bilan birgalikda 1-daqiqadan boshlab tarkibda to'p surdi. Daniya Niderlandiya Yevropa chempionatlari tarixida klassik o'yinning yorqin namunasi bo'lgan match.
Daniya termasi o'sha paytdagi qit'aning eng kuchli jamoalaridan biriga ro'baro keldi. Niderlandiyaliklar safida yorqin yulduzlar Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman hamda kelajagi umidli deb baholanayotgan Dennis Bergkamp, Frank de Boer kabi yosh iste'dodli futbolchilar to'p surishardi. Daniyaliklar esa raqibdan hech tortinmasdan o'yin boshidanoq hujumga tashlanishdi. Tinib tinchmas Henrik Larsson 5-daqiqada o'ng qanotdan Laudrup uzatgan to'pni boshi bilan darvozaga yo'llab hisobni ochdi. Dennis Bergkamp tezda hisobni tenglashtirgan bo'lsa-da, oradan 9 daqiqa o'tar o'tmas yana o'sha Larsson daniyaliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. 2-1. Ikkinchi taymda ularning ketma-ket tezkor hujumlari o'zlarini biroz charchatib qo'ydi. Chempionatga yetarli jismoniy tayyorgarlik ko'rilmagani shu yerda sezilib qoldi. Tashabbus gollandiyaliklar qo'liga o'tdi. Taym o'rtalarida esa o'yin deyarli 10 daqiqaga to'xtab qoldi. Aslida bunday pauzaning umuman bo'lmagani ham ma'qul edi. Daniya termasi jarima maydonchasida Marco van Basten va himoyachi Henrik Andersen o'rtasida to'p uchun kurash borardi. Bir zumga ularning oyoqlari to'qnashib ketdi va stadion Andersenning vahimali baqirishidan larzaga keldi. Yirik planda uning oyog'i ko'rsatildi. Getris orasidan singan suyaklar chiqib turardi. Dahshatli manzara. Futbolchiga og'riqni qoldiruvchi ukollarni qilib, uni maydondan olib chiqib ketdilar. O'yin davom ettirildi. Niderlandiya termasi raqib darvozasi tomon hujumlarni to'xtatmasdi. Golning hidi kelib turardi. Va nihoyat Frank Rijkaard oxirgi daqiqalarda Peter Schmeichel darvozasiga javob to'pini kiritdi. 2-2. Qo'shimcha vaqt Lolazor yurti vakillari ustunligida o'tdi. To'p esa hech ham darvozaga kirmasdi. Darvozabon Schmeichel fantastik o'yin ko'rsatardi. Penaltilar seriyasiga ham yetib kelindi. To'pga yaqinlashganlar bexato tepishardi. Golland afsonasi Van Basten esa Maradona, Zico, Platini kabi omadsiz penaltichilar ro'yxatiga o'z nomini yozdirib qo'ydi. So'nggi va hal qiluvchi zarbani Kim Kristofte aniq bajardi. Daniya finalda, aniq esimda, uchrashuvni jonli efirda ko'rganman. O'yin bizning vaqt bilan kecha soat 3larda tugagandi. Toshkentda o'sha paytda qattiq sharros yomg'ir quygandi. Xayolda esa sensatsiya ro'y bergani aylanardi. Daniya Niderlandiyani yutgani o'zi olamshumul voqea edi. Hali esa oldinda final turibdi. Daniya chempion bo'lishga juda yaqin edi. Finalda daniyaliklar endi favorit edi. Göteborgdagi Ullevi stadioniga butun Daniya ko'chib kelgan edi go'yo. Nemislar esa guruhdan arang chiqib chempionlik unvoniga aslo tortmasdi. Daniya yana uchrashuvni keskin hujumlar bilan boshladi. 18-daqiqada Jon Jensen o'ng qanotdan sheriklar uzatgan to'pni olis masofadan kuchli zarb bilan raqib darvozasining yuqori burchagiga mixladi. 1-0. Vaqt o'tib borardi. Germaniyaliklar esa vaziyatni o'nglashning uddasidan chiqa olishmasdi. Tajribali Jürgen Klinsmann, Stefan Effenberg, Karl-Heinz Riedle, Thomas Hesslerning o'tkir hujumlar tashkil etishga qaratilgan harakatlari samara bermasdi. Ular ko'plab xatolarga yo'l qo'yardilar. Daniyaliklar esa uyushqoqlik bilan jamoaviy tezkor futbol namoyish etardilar. Mo'jiza haqiqatga aylanib borayotganini barcha his etib turardi. O'yin tugashiga 11 daqiqa qolganda Kim Wilford nemislarning 2 nafar himoyachisi orasidan to'pni darvoza tomon yo'lladi. To'p esa ustunga tegib, ohistagina darvoza chizig'ini kesib o'tdi. 2-0. Bu daniyaliklarning g'alabasini bildirardi. O'yindan keyin Wilford ko'z yoshlarini yashira olmasdi. Finaldan keyin butun Daniyada bayram boshlanib ketdi. Yevropa chempionlarini Kopengagen ko'chalari bo'ylab millionlab muxlislari oldida olib o'tishdi. Henrik Andersen gipslangan oyoqlari bilan maxsus o'rindiqda o'tirib, qo'llarini ko'targancha vatandoshlarni olqishlardi. Qit'a g'oliblari milliy qahramonlar darajasiga ko'tarildilar. Daniyaliklar o'zlarini eng baxtli insonlardek his etardilar. Kim Wilfordning qizchasi esa otasi finalda g'alaba to'pini kiritgandan keyin bir oy o'tib olamdan ko'z yumdi. Mashhur ertakchi Hans Christian Andersen vatandoshlarining 1992-yilning yozida butun Yevropa ahliga havola etgan futbol ertagi mana shu tariqa yakun topdi. Do'stlar, bugun sizlarga atab qo'ygan hikoyamiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatib boring. Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Biz ularni albatta o'qib chiqamiz va inobatga olamiz. Nasib qilsa, navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.